vaqti bilan biz barchamiz biror narsamizni yo'qotamiz. Deylik, ishimizni, yaqin insonimizni, telefonimizni yoki bizga muhimdek ko'ringan munosabatlarimizni. Ularni yo'qotgach, ular biz bilan bormi yoki yo'qmi, hayot ana shunday, ya'ni qanday bo'lsa shunday davom etayotganini anglaymiz. Hayotda asli bizga muhim bo'lgan, qadrli bo'lgan narsalar ko'p. Lekin ularni barchasini yo'qotgan taqdirda ham biz o'zimizni yo'qotmaymiz. Mana shu eng muhimi. Chunki mana o'zingiz qarang, nima berilingan taqdirda ham, nimaga ega bo'lgan taqdiringizda ham, nima kelgan taqdirda ham avval boshdan uning vaqtinchalik ekanligi, ya'ni kelgan narsa ketuvchi ekanligi, berilingan narsa yo'qotilishga mahkum ekanligi ayon. Lekin kelib ketmaydigani, yo'qolmaydigani va doim bor bo'lgani bor. Va bu o'zingiz, ya'ni nimaiki kelib ketganda, nimaiki yo'qolganda ham siz o'zingizni yo'qotmaysiz. Mana shuni anglashlik eng muhimi.